Ehtiyot bo'l do'stim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishing, yoshligimdan eng yaqin do'stim. Mashina oladigan edi. Tanish, eng yaqin mashinapurus insofli, vijdonli akam bo'ladilar. Qaysi qora Gentra necha pul? 12 ming deyapmiz, kelishamiz. Oldin bitta ko'rsinlar o'zlari. Oldin ko'rsinlar. Uni kelishaveramiz, gaplashamiz. Mashina haloli pok, ayol kishi mingan, ishga borgan, ishdan kelgan. Ishxona uyini yonida bo'lgan, pashta minilmagan, mana changlari bilan turibdi. Rasa sambob mashina ekan do'stim. Gentraning hamma navarot qilingan, to'rtta yumshoq balon qo'yilgan. Bu orsi yumshoq eski-ku. Hali aytganimdek, yoshligimdan eng yaqin do'stim. Meni hurmatimdan 200 dollar o'tib bering. 11.8 Hoji aka. Baraka. Ber pulni do'stim. 11.8. Bo'ldi. Endi mana kelishamiz. 6 manga 508 sizga siz tushib beryapsiz. Men sizdan o'tib beryapman. 6 manga 508 sizga. Mashina menga yoqdi. Talashmanglar, 12 beraman, 6 dan bo'lishib olasizlar. Shu videoni ko'rib turgan aka-ukalarimiz ichida Rossiyada musofirda yurganlar bo'lsa, men sizlarga Yubor ilovasidan foydalanishlaringizni tavsiya qilaman. Nimaga deydigan bo'lsangiz, siz bu ilovadan Rossiyadan O'zbekistonga xohlasangiz so'mda, xohlasangiz dollarda bemalol pul jo'natasiz. Yubor ilovasi Play Marketdan App Store'da ham bor. Demak, nima qilamiz? Yubor ilovasidan foydalanamiz, sog' bo'lamiz, omon bo'lamiz. O'g'il, nima qilib o'tiribsan? To'roningda. Turpan holda maqas. Ochilishga 1 soat qoldi. Hozir Jaloliddin Ahmadaliyev kelsa, qaqqa o'tirg'izdirasan, odamlarni yig'ib qo'ygan biz. Radnoy, magazinlar qulluq bo'lsin, chiroyli chiqibdi. Qulluq, endi siz yetmay turasiz, Revkatjon, nima qilyapsiz bu yerda? Farg'onani gullatib, Sadaf sut mahsulotlarida magazin ochibsiz. Hammasi tabiiy, toza mahsulot ekan, kimiyat aralashmagan ekan. To'ppa-to'g'ri, 100% tabiiy, baland aytaverasiz. Marujna alohida tema shefim, o'tiradigan joylari bilan tabiiy o'zlaringiz retseptlaringiz asosida chiroyli chiqibdi. Bo'ldi. Nima maqsad? Shu desangiz, men ham ishbilarmon. Shu nimadir qilib biznesingizga sherik bo'lsam, yana ham gullatardik. Ha, menga qara, mana uni tezroq yo'qot, hozir oldi berdi qilib hammani minusga tiqib yuboradi. Men mehmonlarga qarayman, xo'pmi? Radnoy, siz tushungan odamga o'xshayapsiz. Menda pul bor, sizda aql. Agar birlashsak, mana shu dadingiz magazinni kattalashtirib yuboramiz, ha? Biznes sherik bo'laylik. Zo'r bo'ladi. Bo'lmasa, biznes sheriklikda oldi berdini Malibudan boshlaylik. Mendan Malibu oling. Ha, bering. Minasimi? Ha? Mana Malibu. Xo'gat, men senga buni odamni ketkizdirib yubordimmi? Kelinglar shefim, qachon keldingiz ko'rmay qopman. Revkatjon, xalaqt qilyapsiz. Mana bu Net shefim, o'g'lingiz bilan ko'lang xalaqt qilyapsizlar. Men Sadaf sut do'konim oldida ochilish marosimi bo'ladi. Do'kon meniki-yu? Net. O'g'lingizdan so'rang, halol narsaga menga o'tib ketgan. Qanaqasiga o'tdi? Malibuga almashtirma. Bu mashina meniki-yu bu. Shefim, shu oilaviy muammolaringni uylaringda hal qilinglar, ha? Sadaf sut do'konidan klient qochiryapsizlar. Oldida ochilish marosimi bor, ha? Ko'rishamiz. Men qaytaverdim sohib. Menga noto'g'ri ma'lumot berishibdi. Nega unday deysiz, inspektor? Menga bir kishini o'ldirib ketgan deyishuvdi. Bu yerda o'lik ikkita yo'q. Asosiysi harakat qilyapmiz, to'xtamayapmiz, ijodni to'g'ri yo'nalishda gazini bosyapmiz. Menga